3 padişahlık, zaman halkıgan muşavir. Mazkur tor romani Üllər studiyasi tarafidan tarjima qilindi va ovozli qilib ishlandi. Asar mazmuni to'qilma bo'lib, hech qanday xurofotlikni qo'llamaydi. Ko'chirib tarqatganlarning qonuniy javobgarligi surishti qilinadi. Amgikimizga hurmat qiling. 16-bob. Mardlikmi, hiylisimi bor? Sav bilan Savrinning ko'zlaridagi nur undaq maqtash va qarshi ilish bo'lmasdan, balki umidga to'lgan shafaq nuridek edi. Diyanmo keyincha ularning o'zini avliyo chog'lab qolmasligi uchun ularning samiga silib qo'yish kerakdek his qilib mundaq dedi. Pasibanim, qo'shinimiz hozir ishkiyada jang qilyotdi. Odamlarimiz charchab, otlarimiz yerib qog'ili nekan? Ya'ni kelib, qo'shinimizdagi ochliq, lashkarlarimizning yiroq yurish qilishiga aslo yetmaydi. Guanjong, Liyila kasimi pasibanimizning bundoq chaqda shujuni elishiga yordam qilmasligi mumkin. Sav anglagandan keyin miyiqida kulgunicha mundaq dedi. Bu qoidani pekirmi bilatdim. Ammo sizning bundaq hayajonlanib ketganingizni ko'rib, birer obdan amal çağrınız bormikin debdimi? Pasibanim, ümidsizlanishlar hojatsiz. Diyanmo piyoladagi choydan bir o'tladi-da, kulgunicha mundaq dedi. Shujuni elish mumkin bo'lmasimi? Lekin ozroq cho'chitib qo'ysak bo'ladi. Ozroq cho'chitib qo'yish? Sav tushunmagandek qilib, qo'liqim sizda. Piyolani qo'ygandan keyin Diyanmo burilib sarayning temig'i esilgan büyük xandiki 12 aymoqning xaritasidan Shuju bilan chegaralanadigan Tayshan aymoqini ko'rsatganicha mundaq dedi. Pasibanim, hozir lashkarlarimiz toza charchadi. Biroq Liu Beyning lashkarlari oz. Liu Bo yengidan mag'lub bo'ldi. Har ikkilisi aloqazodi bo'lib turibdi. Agar Pasibanim mushundaq chaqda oliy sandig'indan birasiga bir tuman xil lashkarni berib, Tayshanga yurish qilsa, Diyanmo so'zini to'xtatib, hiyligarlik bilan kuldi. Uning ko'nglidagini tushungan Sav darhol to'liqlab mundaq dedi. Ikki o'g'ri cho'qim meni cho'ng qo'shin bilan hujum qiladi deb qoladi. Dal shundaq. Diyanmo so'zini davomlashtirganicha mundaq dedi. Pasibanim yana bir parcha maktub bitib, Liu Beyga avatib, bu yarim yildan buyon Shuju va Yanjuda qonliq jang qilayotganliklarini, sarkarda lashkarlardan ko'p chiqqan bo'lib, 10 necha tuman ochliq xo'rgan bo'lsa-mu, ammo Liu buni o'ltirmaslar, qo'l ostidagilarga javob berolmaydiganliklarini aytsalar. Ikkaylan Diyanmoning gapini o'ylagunicha xeyli vaqt o'tdi. Sav tuyuqsizda tushungandek bo'lib, ko'zlarini hayajon ushqunlari qoplagan holda Diyanmoga hangviqib qarab qoldi. Sizning bu Zici, bu tadbirimiz bo'ladi ekan. Haqiqatan esil tadbirkan. Bu ishni o'ylab atigandan beri beshim ketib turgan. Gaplaringizni anglab, ko'nglim oramiga tushib qoldi. Bu Pasibanim, taqsir. Bu xatning siri zodi nerede? Bosh oxirini anqirolmagan Savrinmi buning zodi qandoq ishliqini bilishga oldirdi. Ammo Sav yaratmagan nazarda qarab, beshini choyqig'inicha mundaq dedi. Zishov, seni Zijidan ko'proq o'rgan desam, bu kunlarda zodi nimalarni o'rganding? Nimani o'rganatdim? Savrin gunohsizlarcha Diyanmoga qaradi-da, so'zini davomlashtirdi. U ma'mushlarni o'rgatgan tursa, menda nima amal bo'lsin? Zijining bu tadbirdagi sirni men deb beray. Sav sirliqlashtirgan holda o'rnidan turib, gapini asta davomlashtirdi. Bir tuman lashkarni Tayshanga avatsam, Shujudagilar o'zligidan vahimaga tushdi. Bundaq chog'da Liu Bey maktubimni topshirib olsalar, faqat sulhilishni o'ylab, jangga chiqishni o'ylashmaydi. Lekin bu yerdagi masala qandoq sulhilishish? Zijining bu maktubi amaliyotda allaqachon javob berib bo'ldi. sarkarda lashkarlardan ziyon tortib,
yem xashaklarni sarf qilib, Lyobi garchi Shujuni ip bo'lgan bo'lsa-mu, ammo lashkar va otlari yo'q. Menga faqat yem xashakni beralaydi. Hozir lashkarlarimga eng kam bo'layotgani dal yem xashak. Gap bu yerga kelgandan keyin Savrin har qancha dot bo'lsa-mu tushunib yetib, darhol gapga ulabli hayajonlangan holda. Bildim, endi bildim. Lyobi Shujuni saqlab qolish uchun chuqum yam xashak to'lash badiliga qo'shonimiz bilan jang qilmaslikni xohlaydi. Qaltis, haqiqatan isil tadbirkan. Gepi texi tugmagan Savrin yana g'o'dingishdi. Biroq taqsirning bu tadbiri qandoqli qarsam cho'yishib qo'yishga emas, balki majburlab qo'yganga o'xshab turdi. Dianmo onunga oliyib qo'yib mondaq dedi. Majburlashning nimaligini bilamsiz? Mayli nimali demayli. Zijining bu tadbiri agar muvaffaqiyatli bo'lib qolsa, qo'shonimiz bir yil ichida asliga kelib olaydi. Sav mang'inicha Dianmoning oldiga kelib, uning qo'lidan tortib o'ltirg'izgandan keyin tashabbuskorlik bilan uningga bir piyola choy quyib berib, kulgunicha mundoq dedi. Ziji bak istidodliq. Uningga qoyil bo'lmay turmayman. Choyni sharob o'rnida tutay. Savning ko'ngli haqiqatan larziga kelgan bo'lib, Dianmoga qarigan seri amroqlikka kelyotdi. U odatdagi istidod egalariga ozroqmi o'xshamaydi. Garchi Lyuboni bevosita yengadigan tadbirlari bo'lsa-mu, lekin boshqalarni chekib qo'yadigan ushshaq vosita edi. Lekin qandoqli vosita bo'lsin, uning qo'liga tushsa, odamni hayron qoldiradigan darajada unumini ko'rsatdi. Pasibonimga hashqallah. Ishkaylan rostili choyni sharob o'rnida ko'tirib, piyolani quruqdigan bo'lsa-mu, ozroq og'zi ko'ygandek bo'ldi. Aras, sizlar ata Chenliuga qaytishning tayyorligini qilib bo'ldinglarmi? Ati subi vaqtida baliqdan chiqamiz. Dedi Dianmo beshini lang'ishdi. Balli, bundoq bo'lgan ekan, Peqir daxli qilmay. Yuring. Zishov, sen bu yerda Zijiga ko'tildab yurmay. Zijining topilig'ini bo'yicha bir tuman lashkarni tanlab, Tayshanga berishga tayyorlik qil. Farmon berdarman, dedi Savrin. U kulgunicha Dianmo bilan xo'shlashdi-da, Savga agishib qasrdan chiqdi. Ishkaylan ketgandan keyin Dianmo zerikish his qilishga boshladi. Amaliyotda bu vaqtlik qasr bo'lib, yig'ishtirg'idak biror narsa bo'lmag'achqa, Dianveyning kelishini kutib turdi. Atsi saharda Dianmo Dianvey og'ini ikkisi Dian bargohidagilarni boshlab janubiy qovoqdan yo'lga chiqdi. O'ylamagan yerdan Savmu atdigan sahardala bog'liq qovoqqa oldida saqlab turgan edi. Pasibonim, bu silining og'ini ikkisi darhol otdan tushib salom berishdi. Boshqa ishmi yo'q. Ishqinglarning uzatqira keldim, dedi Sav qo'lini yoyg'inicha. Chiroyidan xuddi oshnisidan ayrilishga chidamagandek bir xil qiyolmaslik chiqib turadi. Biroq Dian oilasidagi og'i-inilarning chiroyini hayronlik qoplagan bo'lib, qarmoqqala Sav bilan moslasholmayotdi. Ular chiroyidagi azoblik hissiyotlarini yo'chirib, qo'llarini ishqilab qo'ydi. Bir chetda turgan mushavvir bir arg'amoqni yetilab keldi. Bu arg'amoq nihoyat cho'ng ham haybatli bo'lib, butun badani yaltirab turardi. Ko'langini zishinga sovg'a qilgan edim. Bu sovg'imi oddiy bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ziji, bu otning ismi Seriq Chaqmoq. Bumi mingning ichidan biri chiqadigan esil arg'amoq. Asli o'zim meniyotgan ot edi. Sizga taqdim qilay. U bir tortib o'tgandan keyin so'zini davomlashtirib mundoq dedi. Bu arg'amoq kuniga 1000 chaqirim chepib, olqiliq paytda egisini qutqiza oladi. Dianmoning ko'zlari chaqnab ketdi. Bu asli ko'langi bilan o'xshash dong chiqargan Seriq Chaqmoq ekan. Darvaqa o'zi miniyotgan ot
bakli hayvatlik edi. Pasibanımga hech qaldi. Pasibanımning ko'nglidikini peqir tushunimi? Diyanmo, Savsavning ko'nglidikini qandoqmi bilmisin? Bu Diyanmoga bir kapolat berganlik bo'lib, olimodis birer jiddiy ahvol bo'lib qolganda, Diyanve yenida bo'lmay qolsa, mushundoq bir ot bo'lgandikin jinini saqlab qolalaydi. Pasibanim, inimga haqiqatan zo'r shafqat qildilar. Peqirning Mevsey sanğundan anglashimcha, u sizlardan ko'p qitim talab qilgan bo'lsa-mu, lekin berishga ko'zlari qiymabdi ekan. Diyanvening bu gapini anglab, Diyanmo ko'nglida haqiqatan ta'sirlanib ketdi. Donliq sarkarda arg'imoqqa omroq bo'ladi emasmi? Shunga Lui bu chilon to'riq arg'imoq uchun Dingyuanni o'ldirib atgan bo'lsa, Guan Yumu Savsav qizil chilon to'riqni sovg'a qilganligi uchun ko'nglida uningdan cheksiz minnatdor bo'lgan edi. Faqat bir ot xolos. Anchikimli bir ish. Eng muhimi, ikkinglar sog'-salomat qaytib kelishga va'da beringlar. Gapning aniqini qilganda, Savsav Diyanmoning o'zining qo'g'dishidan ayrilib qolganligidan xotirjam bo'la olmayotdi. Xotirjam bo'lsalar Pasibanim. Og'amba, yana texi Diyan bargoyidagi lashkarlar tursa, hech qanday masala chiqmaydi. Pasibanim, sizlar Puyangda Peqirning Chenliudan og'ash keladigan ikki sovg'isini kutsizlar. Ma'qul. Sizni kutdim.